Assalomu alaykum. Softabib kuzatuvchilar, muxlislar, bemorlari. Bugungi video obzorimizda qon ko'paytirish to'g'risida gapirib o'tamiz. Uy sharoitida qon ko'paytirishni 5-6 undan da ziyod bo'lgan usullarini uy sharoitida aytib o'tamiz. Mana bu birinchisi bankadagi asal. Doim uy sharoitida bir choy qoshiq asalni qaynagan ilmliq suvga kun mobaynida ichib yurishligi ham qonni viruslardan tozalaydi, jigarni tozalaydi, immunitet ko'taradi va qonni ko'paytiradi. Ikkinchisi savzi, qizil savzi sharbatini doim ichib yurishligi qonni ko'paytiradi va jigarni tozalaydi va ko'z nurini ziyoda qiladi. Uchinchi mahsulotimiz bu tut qoqini shinnisi. Buni qaynagan ilmliq suvga, bir piyola qaynagan ilmliq suvga choy qoshiqda bir choy qoshiq tut shinnisidan qo'shib, buni ham kun mobaynida ichib yurishlik qonni ko'paytiradi va immunitet ko'taradi. Mana qora mayiz, uy sharoitida soyada quritilgan qora mayiz, kraskalanmagan, dorilanmagan, tabiiy bo'lishligi kerak kishmish qora mayizdan. Bu 5-chi mahsulotimiz yer yong'oq. Bu ham ko'p iste'mol qilib yurishlik bilan, doim iste'mol qilib yurishlik bilan qon ko'paytiradi, ham immunitet ko'taradi. Mana bu navot, uy sharoitida navot ichib yurishlik bilan qonni kamlab, qon ko'paytiradi va immunitet ko'taradi, davleniyani ko'taradi. Mana bu ikkita qolgan mahsulotlarimiz. Bu shikolat. Shikolatni ham o'sha tabiiy sof shikolatlardan yeb yurilsa, unda ham qon ko'payib, immunitet ko'tariladi. Bu aytilgan maslahatlarimiz qoni kam, davleniyasi past, immunitet pastlarga ayol va erkaklarga tavsiya qilinadi.